Bormi? Bola nafas oling. Dilmurat aka, sigir so'yib qo'ygan aka. Matga yirtilib ketyapti. Mana shu sigir bola cherishur kattaligidan taz bo'shlarga sig'magan, tug'olmagan uchun keserva qilamiz buni. Hozir og'riqsizlantirish jarayonida. Bismillahirrohmanirrohim. Kella. Tampon. Bunda qon bormi? İchiga oqsa apasniydi bu. Xudo olsa. Alloh shifosini bersin, shunchasi yaxshi bo'lgan. Yaxshi bo'ladi. Nima qildi? Tampon. Qorinni bosib qo'ying ichkariga. Qorinni bosing. Oldi. Shu yotgan. Ana, shunga boshimga boqamiz. Noshli. Dedi. Jardanshli, jardan. Tot. Ana, endi tot. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yaxshi jardan qara. Ko'taringlar. Arqonda oyog'iga solishga. Arqon qattiq turib turinglar. Bormi? Bola nafas oling. Plonam, to'g'ri. Tili ishib ketibdi. Va preskutlar tiliga qo'shib oldilaringmi? Bir solgan kirib qolgan ekan. Ha? Chilla tushdi. Nima? Da. Endi o'chiradi. Padan sidirib ki bo'yni ketasi. Bo'yni o'zi. Yo'q. Olmaydi-da mana. Shu. Allohni suv yutganda bu. Ancha qolib ketdingmi? Bo'lsa sekin tushiramiz, biz ozgina. Bo'ldi, yotsin, bola paka. Yaxshi. Buqani bir joyga ochiq qo'yib, bosib olmasin yana. Lekin ancha suv yutib qo'yibdi-da, qiynalgan bo'ldi. Chiqmay. Mana shuni ushlang, mana shu yerdan qo'lingizga ilingan kakrasi chiqarib bor ekan. Dilmurat aka, sigir so'yib qo'ygan aka. Matga yirtilib ketyapti. Lochin aka, hozir imkonsiz aka. Mana shu sigirni keserva qilib, buzoqchasini ko'rsat. Mana xudo xolsa buzoqchasini saqlab qoldik. Lekin bitta no tomoni Alloh nasib qilmagan ekan, sigirni saqlab qolish imkoniyati koeffitsient pasayib ketdi. Sababi bachadon juda kattaligini hisobiga chiqishni imkoni bo'lmayapti. Mol charchagan, yotib qolgan, ancha bo'lgan, zo'riqqan mol. Agar tetik holatda tikka turganda amallasa bo'lar edi. Ve o'ziga kelib nima qilaveradi? Bachadoni tikishga chidamayapti, ancha zo'riqib ketgan. Qo'ygan chokimiz yirtilib ketyapti. Endi avvalasi Allohning buyurgani bu sigirni so'yib endi nima qiladi? Buzoqchani egasiga uzoq olsa qoldi. Buzoqchani ko'rsatib qo'y. Qo'limizdan kelgani shu bo'ldi endi. Nima deydi? Alloh buyurmasa
eshak bozorga dallol bo'larmisan dedi-ku. Nasib qildi buzoqchani olib qoldik, nasib qilmadi, sigir baribir ketadigan bo'ldi. Shu.